Köp qismliq ovozliq roman Daldish yigitning muhabbati. Avtori To'xtirozi Qodir. Mikrofon oldida Abduqahhor Olim, Mardan, Gulxon. Birinchi qism. Abdurdin. Daldish yigitning muhabbati degan bu roman Yiroq sahroda tug'ilib o'sgan, beshidan son-sanoqsiz issiq sovuqlar o'tgan, bilimsizlik va ziyoda soddalik sababidan turmushning ochiq qismat va ig'ir chaqchaqlarini o'z amaliyatidan o'tkazgan. Savodsiz, sodda bir yoshning turmush va muhabbat hayotidagi kechirmishlari bayon qilingan bo'lib, bu asardagi voqelikning yumoristlikligi, chinligi va turmush amaliyatiga yaqinligi sizda ixtiyorsiz voqelik ichiga boshlab kiradi. Bu asar hozirgi jamiyatimizdagi nodonlik, bilimsizlik va savodsizlikni qamchilashni markaziy ideya qilgan bo'lib, asardagi voqelik balkim sizning va yoki atrofingizdagilarning kechirmishlariga o'xshab qilishi mumkin. Lekin bu asardagi voqelik asosan xiyoliy tasavvur bo'lib, asarni tamomlash jarayonida bayqalgan kamchiliklarimizga qarata qimmatli taklif fikrlaringizni va ilhom madadlaringizni oymasligingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Amgikimizga hurmat qiling. Birinchi qism. Inson hayotida nurg'ulg'an tanlash yo'llariga duch keladi ekan. Qaysi yo'lni tanlashni bilmay, tingirqash to'qmishida qolgan chig'ingizda oqibatini o'ylanmasdinla ko'zingizni yumib, tavakkul qilib tanlagan yo'lning qandoq manziliga boshlab bordiganligini bilganingizda to'limi kechikdi ekansiz. Men tövanda Yiroq sahrodagi savodsiz, sodda bir dehqon yigitning turmush va muhabbat hayotidagi xushal-xuram ham yumoristik, ichinishliq ham fojiali kechirmishlarini birinchi shaxs tilida bayon qilish orqali keng o'qirman qarindoshlarimga ozroq bo'lsa-mu ma'naviy zavq va ibrat tuyg'usini his qildira olsam, o'zimni to'limi baxtli his qilaman. Men sap havoliq, barakatlik, turmushi jafoliq, lekin to'lim ko'ngillik, go'zal yezi turmushida o'z xohishim bo'yicha o'sib cho'ng bo'lgan bir Uyg'ur yigitman. Bu yigit kim bo'lg'itdi deb o'ylab qolgansizlar balki. Shunga bu hikoyamni o'zimni tanishtirishdan boshlay. Mening muborak ismim Davud. Kichikimdan boshlab hech ishni to'liq bir boshqa elib chiqolmay, davomli chatoq teribli yurgachga yurt mahalladagilar va do'st birodarlarim menga Davud Daldish deb laqam qo'yib olgan. Lekin mening buningga parvoyim palak. Mening tuzukroq, yiqroq do'stim yo'q. Ular meni Daldish ko'rib, og'rig'i olmaydi. Qilgan har bir ishimdan chatoq teribli tug'achqa dadamning til ahonatlariga ko'nib ketib, qulqumga kirmas bo'lgan. Men maktabda tuzuk o'qimagan. Garchi boshlang'ich maktabda 5 yil to'liq bo'lgan bo'lsam-mu, maktabda aplab-saplab kun o'tkazib, dars o'rganmay, imtihonni ko'chirib, ming taslikda boshlang'ichni bitirib, ismimni sizib yurib, aran yozoliqdek saviya bilan jamiyatga chiqdim. Yuqori o'rlab o'qishga ko'zim yetmagachga, o'qishni tashlab, oilaning dehqonchilik ishlariga yordamlashish qaroriga keldim. Dadam bu fikrimga osonlik qo'shildi. Dadamning oldida to'g'ri qaror chiqarolganim uchun o'zimni to'limi aqlli hisoblab, o'zimdan faxrlandim. Shuning bilan dadamga agishib dehqonchilik ishlari bilan aldirash bo'lib ketdim. Bizning kanatning chet tarafida biz boshqalardan ijara olgan xeyli cho'ng ko'lamda yerimiz bor edi. Dadam qo'g'inning foydasi yaxshi bo'ladi degachga, bu yerning hammasiga qo'g'in terga aydiq. Kunduzi dadam opamlar bilan qo'g'inlikda ishlab, kechda qo'g'inlikda yolg'iz yetib, qo'g'inlikqa qaraydim. Har kuni qo'g'inlikdagi qumishdan yasalgan kapida yetib qopib, qorong'udan qo'rqmaydigan saviyada pishib yetilgan edim. Bizning mahalladagi qo'shnimiz Qosim tog'ining Aygul ismli chiroyli bir qiz bo'ladigan. Bu qizni kichikimdan tatib to'lim yaxshi ko'ratdim. Lekin boshqalarning oldida poyitib, gapning cho'ngini qilgan bilan bir qiz bolani. Bo'pmi,
Aygülni ko'rganda tilim kalvalishib, ig'iz ochamay mushkunga kelgan edim. Shunga ta hozirgacha yaxshi ko'rishni bilgan bilan, yaxshi ko'rinishni bilmayman. Aygülni izlab, uni kecha-kunduz eshik oldida saqlab tursammi, nemishqikin u uydan chiqsila yurgim go'pildab, o'zimni daldiga ilib mo'kinib olatdim. Necha qitim ko'rishib ig'iz ichish qaroriga kelgan bo'lsammi, lekin yana jur'at qilolmadim. Uning ig'iz ichish tugul, chiroyiga tikilibmi qarayolmadim. Uni ko'rsamla, o'zim xijil bo'lib, qizirib ketatdim. Qo'g'illiqning kapida yog'och karvatda o'ngdisiga yetib, Aygülga qandoq ig'iz ichish to'g'risida to'xtamay amal izlaydim. To'satdan kallamga bir aql kelib, ko'nglim palli yorib ketdi. Shuning bilan Aygülga xat orqali ig'iz ichish qaroriga keldim. Lekin mening tuzukroq savodim bo'lmasa, xatni qandoq yozaman? O'zimning isminimi, harfni tonib emas, shakliga qarab taniydigan tursam, mush saviyam bilan qandoqmi xat yozib, uning ko'nglini erta olayman. Shu topda maktabda yaxshi o'qimaganligimga tunji qitim pushaymon qilib o'tatdim. Endi qanday qilish kerak? Boshqacha amal topmasam bo'lmadi. Sadi qanday qilsam bo'lar deb o'ylab o'tib, tuyuqsiz kallamga bir aql kelib, chachirab o'rnimdan turib ketdim. To'g'ri? Xatni men yozamagan bilan mening og'inam avut yozalaydi-ku. Xatni shuningga yozdirsamla ish bitmadimi? Shunday qilay. Maktabda yaxshi o'qimagan bilan yanla aqlliq jumoman. Kechicha shu xiyollar bilan qaysi vaqtda uxlab qolganimni bilmayman. At saharda o'rnimdan turib, yuzimni yumasdan qo'g'illiq bilan udulla avutning uyiga qarab yugurdim. Uning uyining oldiga kelib darvozani qoqdim. Avutning opsi Oyshamxon adam kimo deganicha chiqib keldi ham darvozani ochdi. Voy, Davudjango bu. Saharda jiddiy kelib qopsan-ku. Biror ish bo'ldimi? Yo'q, boshqa ish yo'q. Avutjan bilan ko'rishmoqchi edim. Uningga deydigan muhim gapim bor edi. U uyda bormi? Ha, u uyda uxlayotdi. Qani, uyga kira bola. Bo'ldi ada, Avutjanni bir chaqirib qo'ysangiz bo'pti-kan. Men bek oldiraytdim. Ha, undaqda birdam saqlab tur. Men uni uyg'otib chiqay. Ayşe madam shundoq deguncha uyga kirib ketdi. Eshik oldida avutni saqlab ichim titildab ketyotdi. Lekin avut degan go'y uydan chiqmay meni bek biyoram qilyotdi. Shu topda qo'g'illiqqa qaytishga oldirayotdim. Agar dadam mendan burun qo'g'illiqqa berib, mening yo'qligimni bilsa, kechich qo'g'illiqda yotmay dag'aylab yurgan qatorga chiqib, tilning yamanni anglaydigan bo'ldim. Hatta tayoq yeb qo'yishimni batihi. Allah hazal, yarım soatlardan keyin avut ko'zlaridan uvulug'inicha yalang'oq peti chiqib keldi va meni ko'rdi. Oy, sanmiktің. Buncha sarda nemish bo'ldi? Odamni uxlatmay. Adaş, sana deydigan muhim bir ish bor. Lekin gap pek uzun. Hozir deyishga vaqt yetishmaydi. Darhol qo'g'illiqqa qaytmasam bo'lmaydi. Shuni sal turib vaqtini yetsa, bizning qo'g'illiqqa boramsa. Voy, hozir desang bo'lmamdi deyman. Mening ishim bor sal turib. Uning unmug'iniga unmay, 5 tal qo'g'in bir shartiga ko'nib, yalvarib yurib, oxiri avutni birdamdan keyin qo'g'illiq berishga ta'sir ma'qul keltirdim. Rostini deganda, uning 5 tal qo'g'inni tanlash shartida xeyli ishkilandim. Ma'qul deydisan, dadam bilib qolsa dakkamni berdi. Tayoq yeb qilishimni batihi. Yo'q deydisam, Aygüldek chiroyli bir qizni keltirilishim uchun arziydi. Uning ustiga xotin degan umr ish emasmi? 5 qo'g'inni berib, dadamdan tayoq yeb, buning badaliga bir umr baxtli bo'lsam, xotin olsam, mayli emasmi? Men qo'g'illiqqa minib, bir ish ism kelgandek darhol uni to'xtatdim.
Ey, to'xtabdi. Qog'oz qalam ilib ol, Juma. Nima? Meni birsiga qo'g'in sotgan hujjatni yezib ba demaydigansan? Men sening kotibing emas, Juma. Agar hujjat yezib, keyin biror chatoq chiqsa, siz qo'g'iningning zinini men to'lamayman. Bundaq ishing bo'lsa, men qilinmag'dekman, Juma. Voy, undaq emas. Seni boshqa bir ish uchun izlab keldim. Xotirjam bo'l. Seni hargiz ziyon tortqizmayman. Bo'ptimisa. Amsa, hili ko'rishayli. O, shundoq degenicha uyga kirib ketdi. Menmi aldirash qo'g'illiqqa qaytib keldim. Elim yaxshi, dadam qo'g'illiqqa kelib bo'lanmagan ekan. Men xotirjam holda kapidik yog'och karvatga chiqib, shirin xiyollar bilan ovutni saqlab o'tdim. Birdamdan keyin dadam opamlar menga nashliq ko'tirguncha yetib kelishdi. Opam elib kelgan nashliqni men o'ltirgan yog'och karvatga qo'ydi. Men opam elib kelgan non bilan issiq choyni ichib, nashti qilib o'ltiratdim. Dadam qo'g'illiqni bir aylanib kelib, yanimga kelib o'ltirdi. O'g'lim. Bugun shaharga boradigan bo'lib qoldim. Kechda qaytib kelaman. Bugun qo'g'illiqni qildigan boshqa ishmo yo'q-kan. Shunga bugun aramag'ach qo'g'illiqqa qarab turgan, ha? Men shaharga kirib, qo'g'inga xarida o'qishib kelay. Menmi asalli ma'qul bo'ldim. Amaliyotda ish-ichimdan xush bo'lib o'tdim. Chunki bugun dadam shaharga kelsa, menmi ishlarimni xotirjam qilib olaman emasmi? Shundoq qilib, dadamni shaharga qo'g'illiqtilla uzitib qo'ydim. Opamnimi bir nimalarni deb yurib, uyga ketkizib etdim. Birdamdan keyin Avut qo'ltiqiga bir tag'irni qistirguncha yetib keldi. Men darhol uni qarshi olib, kapidik yog'och karvatga taklif qildim va mardlik bilan bir qo'g'inni uzib kelib, qo'g'inni tilib uning oldiga qo'ydim. U qo'g'indan toza ishtaha bilan yeyishga boshladi. U 3-4 tilim qo'g'inni orqa-orqadan yag'atgandan keyin yana bir tilim qo'g'inni qo'liga ilib g'ajilg'ach manqarab so'zildi. Degina, menga deydigan qandoq muhim ishing bor edi? Boshqa cho'ng ishmi emas. Shu menga bir parcha xat yozib beramdikan degandim. Bo'ladi, chatoq yo'q. Kimga nim to'g'riliq yozmoqchisa? Iliqi Qosim tog'amning qizi Aygulga. Shu ko'nglimni izhor qilib yozmoqchi edim. Nim quvvatsa, sen Avut bu gapni anglab o'zini tutolmay qaqoqlab kulib, og'ziga qo'g'inni yuzimga purkib etdi. Uning meni masxir qilib kulayotganini bilib tursammi, uning xatni yozdirilish uchun o'zimni bisvilib o'ltirdim. U bir hazo kulib etgandan keyin Qizib qolmagansa? Aygul degan mahallimizning bir talli guli tursa, o seni yartama? Aygul degan mahallimizning bir talli guli bo'lsa, men mahallimizning bir talli bulbuli. Bulbulning guliga qo'nishi normal ish-ku. Yozib biramsa qanda. Yozmasang mayl Juma, boshqalarga yozdirma. Voy, bo'ldi. Sen gapagil bo'lmaydi o'zadi. Bo'pti, yozib beray. Lekin mening savodim bo'g'ini bilan muhabbat xatini qamlashtira olmayman. Qanday qilmaysiz? Sancho, men nim desam shuni yozib oldi. Shundoq qilib, Avut salom xatni yozib berdigan, badiliga tanlab turib besh qo'g'inni uzib oldigan bo'ldi. Men kecha kallamni tizib olganim bo'yicha so'zimni boshladim. Qadrlik Aygul, qanday ahvolingiz? Yaxshi turyapsizsiz? Men kichikimdan boshlab kechkunni sizni xiyol qilib kelayotgan, ishqi o'tingizda qoqshal kabi ko'yayotgan bir savdo yigitman. Sizning muborak jamolingizni bir ko'rishga gulga tashna bulbul kabi tashnaman. Agar mumkin bo'lsa,
mening sizga tashna bu g'irib ko'nglimni qabul qilishingizni chin dilimdan umid qilaman. Sizni bir umr baxt qilishga ishonchim komil. Sizni mangu so'yib oshiqingiz, bulbulingiz Davud. Voy, savossiz bo'g'ining bilan muhabbat xetiga xeyli ustkansan, ha? Agar Aygul bu xatni bir qitimda o'qiydigan bo'lsa, hey, Shamdek erib, keyningdan ketanmaydi juma. Yuzib oldingmi? Akla ko'rib boqay. İkinci kısım. Voy, savossiz bo'g'ining bilan muhabbat xetiga xeyli ustkansan, ha? Agar Aygul bu xatni bir qitimda o'qiydigan bo'lsa, hey, Shamdek erib, keyningdan ketanmaydi juma. Yuzib oldingmi? Akla ko'rib boqay. Men shundoq deguncha uning qo'lidan qog'ozni ilib, uning yozgan irmash xatlari orasidan o'zimning Davud degan muborak ismimning shaklini tanib oldim. Ham xatning mening deganim bo'yicha yozilganligini jazmlashtirdim. Davud ilib kelgan tog'arni qo'liga ilib so'zladi. Ha, amsa, men mat dashtop qo'g'inni tanlab uzib olaman, ha? O shundoq deguncha qo'g'inlik kirib ketdi. Men bo'lsam, yog'och karvatda o'ng'isiga yetib, Davudning yozgan olibulmach xatlariga qarab, xiyolga g'arq bo'lgan edim. Bu xatlarning birini tanımaydim. Faqat o'zimning ismi yozilgani aniq edi. Shundoq qilib, bu bir kun hech chiqmay xiyol bilan kech bo'ldi. Men opam yetib kelgan tomoqni yeb bo'lgandan keyin opamni uyga ketkizib o'tib, yana shu xiyol shahriga qarab yo'lga chiqdim. Karvatda o'ng'isiga yetib, xatni Aygulga qandoq berish haqida amal izlab, qaysi vaqtda uyquga ketganimni bilmayman. Tush ko'ryaptim. Shunda men Aygul bilan uchrashib, xatni uning qo'liga tutqizdim. U xatni bir tur o'qib chiqqandan keyin ko'zlaridan ixtiyorsiz hayajon yoshlari agidi va yugurib kelib, meni chin quchoqlab oldi. Ham yig'lab turib, Men sizni bek yaxshi ko'raman. Sizdan menga ayrılmayman. dedi. Men shu topda ko'zlarimga ishonmay yotardim. Men unga tasalli berib, uni quchoqlab qo'yish uchun qo'limni sunmoqchi bo'ldim. Lekin u meni qo'lim bilan qo'shib quchoqlab olgan bo'lg'achqa, qo'limni midiriltamadim. Mush daqiqaning bir umr mush yuzda to'xtab qolishini to'limi orzu qilardim. O'ngimmi yo tushimmi deb yuzimni chimlab boqmoqchi bo'ldim. Lekin yanala qo'limni midiriltamadim. Tuyuqsiz dadamning "Qaysing sen, o'g'ri" deb baqirgan ovozidan cho'chib uyg'onib ketdim. Bayqishlarning tushunishganligini sezib, nayt afsuslandim. Ko'zimni ichib qarasam, dadam qo'liga kaltak olgancha qechib ketayotgan mandimatlik 3-4 yigitni qo'g'lab ketyotdi. Dadamga yordamlashib, ularni qo'g'lash uchun o'rnimdan turmoqchi bo'ldim. Lekin yanada qo'limni midirlatamadim. Acaba Aygul Rasulullah meni quchoqlab olmoqchimmi? Men hayron qilib, bishimni ko'tarib qarasam, butun badanim yog'och karvatga arg'amchi bilan to'lgan holatda yetibdiman. May birdamdan keyin qaytib keldi. Men bo'lsam, karvatdan boshini olmay qimirlab yotdim. Dadam bu holimni ko'rib, qaynab ketdi. Ham og'amchim yashkab so'zlab ketdi. Ey, laqva, qachonmi odam bo'lasan? Hey isit. Seni biraz ko'tirib opirib tashvasimi? Hech nimani to'ymog'idaksan. Hey.
ish qilib og'ziga nima kelsa shuni deb tilayotdi. Lekin birsimi qulqimiga kirmaydi. Birdamdan keyin dadam hozir bir xerida mashinasi bilan qo'g'inni ep ketgili keladi. Mana avu mavzgan qo'g'inlarni etizning yaqsiga to'shigan. dadam shundoq degunicha bir tag'ani tutqizib qo'yib qo'g'in uzishga boshladi. Men dadam uzgan qo'g'inlarni tag'ariga qachilab yurib, etiz yaqsiga to'shishga boshladim. Birdamdan keyin bir shopir yuk mashinasini haydab kelib, men qo'g'in to'shgan joyga to'xtatib qo'yib, dadamning yeniga ketdi. Bu kuni havo bek issiq bo'lib, men qo'g'inni yudib, yerib charchab chiliq-chiliqdagi cho'milib ketgan edim. Birdamdan keyin oram elish uchun shopir to'xtatib qo'ygan mashinaning ostiga kirib, mashinaning chaqiga yo'linib o'ltirdim. Xiyolimda yanala Aygul edi. Uning bilan qayerda uchrashish, xatni qanday usulda berish to'g'risida texi amal o'ylab topolmagan edim. Shu xiyollar ichida mashinaning ostida mashina chaqiga yo'linib o'ltirdim. To'satdan men tashna bo'layotgan birovning odam bormi degan ovoz anglandi. Cho'chib o'rnimdan turishimga, bishimga g'oyat zo'r qattiq bir narsa tegib, ko'zlarim qorong'ulashib, o'ltirgan joyimga yiqilib tushdim. Amaliyotda men diqqatsizlikdan mashinaga usib olgan edim. Asta ismni yig'ib, ko'zimni ichib qarasam, ko'z oldimda Aygul jiddiylashgandan og'zini tutquncha men qarab turardi. Men darhol o'rnimdan turdim. Beshimdan qon chiqyotdi. Aygul ustimdagi to'pini qiqishtirib so'radi. Qanaqroq tursiz? Kechiring. Sizni cho'chitib qo'ydim. Men rostilla qasddan qilmadim. Bo'ldi, kerak yo'q. Ancha ig'ir emas. Qarang, beshingiz yorilibdi-ku. Qon chiqyapti. U shundoq degunicha qo'l yog'liqini elib, beshimni tingishga boshladi. U beshimni tingitib tuyuqsiz Voy onime degunicha meni chin quchoqlab oldi. Men uning tuyuqsiz qilayotgan bu qiliqidan hayron qilayotgan bo'lsam-mu, yana bir tarafdan xushalligimdan o'zimni to'limi baxtli his qilyotdim. O'ngimmi, bu tushimmi deb yuzimni chimdib baqdim. Og'riyotdi. Qaraganda bu o'ngim o'xshaydi. Men shunday qo'ylab uni quchoqlab qo'ymoqchi bo'lib turishimga, qarang, yilon deb yinimizdan o'tib ketayotgan yilonni ko'rsatdi. Bo'ldi, qo'rqmang. U yilon odam chaqmaydi. Men uni qo'g'lib o'tay-a. Men shunday deb o'rnimdan turishimga, u yilon ko'zini yumib ochiqcha g'oyib bo'ldi. Aygul yana beshimni tingishni davomlashtirdi. U shuncha nozik qo'llari bilan beshimni tingayotgan vaqtda beshimning butun og'riq yo'qab, keyingi turmushimiz ustida xiyol surib, xiyol qushlarim havoda erkin parvoz qilishga boshladi. Shu topda tilim kalvalishib, gaplarim qo'lashmayotdi. Bu tarafga o'tib qopsiz-ku, bir ishingiz bormidi? Men mush gapni oralli deyaldim. Men uning menga sizni ko'rgim kelib izlab keldim, sizga yordamlashay deb keldim deyishini bak marzu qilatdim. Bugun shahardagi tuqqanlarimiz kelgan edi. Dadam meni bir ishdan qo'g'in akilishga buyurgan edi. Shunga kelishim. Bo'ludi, chatoq yo'q. Men sizga tanlab beray ha. Men shundoq deganimcha, uningga ham yo'g'am, ham tatli qo'g'indan ikkini tanladim. Va qat'iy niyat kelib, xatni mush fursatda uningga berishni loyiq ko'rib, yirtilib ketay deb qolgan qog'ozni qo'g'in bilan qo'shib uningga sundim. Bu nima? Aygul qo'limdagi qog'ozni ilib, hayron bo'lgan holda shundoq so'radi. Tuyuqsiz so'ralgan bu savoldan yana tilim kalvalishib, nima deyishimni bilmay qoldim. Jiddiylashganimdanmi, ish qilib o'zimni bilmayman. Og'zimdan bu Ovutning xati sizga berib qo'yishimni tapliga ideya degan gap chiqib ketib qoldi. Men aslida uningga
Bu mening xatim. Avutga yozdurdim. Bugun sizga bir ishni loyiq topdim demoqchi edim. Lekin o'ylamgan yerdan og'zimdan bu gap chiqib ketib qoldi. Hey, men nimonchi yormas. Müşünçilik işlemi qamlashtirib qilolmaganimni qara. Dadamning til ahonatlari, do'stlarimning meni Davud Daldosh degan laqimi zodi haq jumim manga. Bo'ptila. Bola ish bo'ldi. Baribir Aygul xatni o'qisila, xatni mening yozganimni biladi-ku. Men ichimda shunda qo'yildim. Shu orliqda dadam bilan yiliq shopir yinimizga qaytib keldi. Aygul dadamning yiniga yugurib ketdi. Ha, yaxshimi tog'a? Mana bu qo'g'inning puli. U shundaq degunicha dadamga pulni tutqizib qo'yib ketib qoldi. Dadam xirida bilan paranglashqach Aygul bergan pulni undimasdan yanjuqaga soldi. Men bu ahvolni ko'rib, intayin xijil bo'ldim, ham o'ng'aysizlandim. Ma dadamni ko'ring. Qo'lim qo'shni odam degan bir ishkital qo'g'in deganni qanchalik ishdi. Uningdan pul ilib nima qiladi deyman. Asimi ancha-muncha takalluf qilib qo'ysa bo'lmamdi. Shunda men uncha o'ng'aysizlanmas edim. Chiroyiga qarabmi qo'ymay, yanchiqqa sog'inni qarama adashdan. Agar dadam kap qilmagan bo'lsa, Ayguldan bir tiyinmi olmaydim. Texi qo'g'inni ko'tarib Aygulning uyiga opirish birishdan yanmaydim. Bo'ldila. Bola ish bo'ldi. Endi ko'p o'ylaganning foydasi yo'q. Endiki ishni Aygulning xatga bergan javobidan boshlay deb o'yildim. Dadam ishini tugatib, menga qarab so'zildi. Beshingdiki nima vo? Nimda kichik bolda qiliqib yuriysan voy? Men darhol qo'limga beshimni, yo'q, beshimni qo'limga. Undaq desammi bo'lmag'idek. Qo'limni beshimga uzdirdim. Baya Aygul beshimni tanib qo'ygan yog'liq chiqdi. Dadam beshimni ko'rib, "Nim bo'lding, yaralandingmi?" deb so'rab ketdi. Menmi diqqatsizlikdan mashinaga usvog'inimni dedim. Voy falokat, voy falokat. Mana, qo'g'inni tosha. Dadam yana qo'limni xaltini tutqizib qo'ydi. Shunday qilib qo'g'inni mashinaga bisib, xiridani mang'uzib bo'ldim. Dadam qo'g'inlikqa qaraydigan bo'lib, men uyga qaytib keldim. Uyga kelsam, shahardagi kichik opam, ya'ni opamning singlisi oliy maktabda o'qiydigan o'g'li olimni ilib, bizning uyga kelgan ekan. Olim menga bakla amroq edi. Har qitim bizning uyga kelsla, 1-2 kun men bilan paranglashib, qo'nib ketadi. U meni ko'ribla qo'g'inlikqa apag'in deb turib oldi. Atis atdiganda men olimni boshlab qo'g'inlikqa qarab yo'l oldim. Qo'g'inlik ketib o'tib, Aygulning uyining oldiga kelganda, Aygul eshikning oldidagi ko'chani tozalayotgan bo'lib, meni ko'ribla yugurib uyga kirib ketdi. Va uzoq o'tmay yugurib chiqib, yenimga keldi. Bu xatni ilgisiga yetkazib qo'ying, ha? U shundaq degunicha 2 parcha qog'ozni qo'limga tutqizib qo'yib, yugurguncha uyga kirib ketdi. Men hayron qoldim. Bu uning nim degindi? Xatni egisiga yetkazib qo'ying deydi-ku. Xatning egisi men tursam. Ha, tushundim. U xijil bo'lib, shundaq deb qo'ygan o'xshaydi. Men shundaq o'ylaganimcha qo'limdagi 2 parcha xatni ichib qaradim. Xatning bir parchasi men bir necha kun yenimda saqlab yurgan. To'li ichib yetib yurib, yirtilib ketay deb qolgan Avut menga yozib bergan xat edi. Yana bir parchasi bo'lsa, oppoq qog'ozga shundaq chiroyli, ratlik yozilgan bir parcha xat edi. Bu chiroyli xatlarni o'qiyammisanmi? Xatni orlab yurib, xatlar orasidan Aron deganda Davud degan ismni tepib oldim. Demak, xat menga yozilgan edi. Buni ko'rib, yuragim tipirlab so'qishga boshladi. Yana bir turib o'ylab qoldim. Xatmi men to'g'riliq yozibdi. Lekin mening xatimni nima ishga menga qaytarib berdiganda?
Shu tapda Aygülning xitining mazmuniga qiziqib Shu xiyollar bilan qo'qilliq qandoq kelib qolganimni sezmayli qaptiman. Men karvatga kelib o'ltiribla qo'limdagi xatni olimga tutqizib o'q berishni etdim. Olim qo'limdagi xatni ilib, oldi bilan avutman yozib bergan xatni o'qishga boshladi. Qadrlik Aygül, yaxshimisiz? Qandaq ahvolingiz? Yaxshi turyotamsiz? Men kichikimdan boshlab kecha-kunduz sizni xiyol qilib kelayotgan. Ishqi o'tingizda qoqshal kabi ko'yayotgan. Sizning muborak jamolingizni bir ko'rishga tashna bo'layotgan, bulbul kabi tashna bo'layotgan bir savdo yigitman. Agar mumkin bo'lsa, mening sizga tashna bu g'ayrib ko'nglimni qabul qilishingizni chin dilimdan umid qilaman. Sizni bir ömür baxtli qilishga ishonchim komil. Sizni bir ömür suyib, aşk bulbulungiz Avut. Üçüncü qism. To'xtuq ne? Xato o'qib qoldingmi qanda? Avut emas, Davud deb o'qiysa o xatni. Ay, voy yo'q, xato emas deyman. Davud emas, Avutgan mana. Ay, ishonmasang, o'zing ko'rib baqa. Bo'ldiqlar. Xat o'qiyamsanmi? Undaqda ma qog'ozning ost tarafda Davud degan xat borkanmi mana? Buni qanday tushundirsa? Garchi men bosh xatni o'qiyamsanmi? O'z ismimni toniy olayman. To'xtab tur. Xatning davomini o'qib beray, ha? O shundaq deyinicha xatning davomini o'qishga boshladi. Xatni Davuddan avatdim. Mumkin bo'lsa, tezroq javob berib, u orqali menga yetkazib bergan bo'lsangiz. Buni anglab, g'azab nafratim qo'zg'alib, tishlarim kirishib, beshimdan tutun chiqib ketdi. Yaxshi, Avut, yaraysa. O'zingchi meni savodsiz ko'rib, ko'ldirlatqidek bo'ldingmi? Oldirmay tur. Ko'rdigan kuning batixi. Bashtal qo'g'inning hisobi bilan barliq hisobni birga qo'shib olmaydigan bo'lsam, Davud degan ismimni yo'tkaytma. Men ichimda shundaq dedim. Aygülning xatini o'qigan haqni. Ma'qul. Olim xatni ichib o'qishga boshladi. Bo'ldi Avut. To'la odam hurmat qilaman deyman. Sizning mahallamizdagi nurg'un qizlarni ko'ldirib yurganingizni obdan bilaman. Lekin men bu qildiqingizni tasdiqlayman. Ham sizga qattiq qiziqmayman. Bu niyatingizda yenim. Xatingizni Davuddan topshirib oldim. Lekin ikkimizning ishi qattiq mumkin emas. Xo'sh. Xat shundaq yozilgan edi. Aygülning xatida yozilgan mening ismim, ya'ni shu xatda o'shiqchi. Shu pochtkashning obrazi edi. Lekin uning Avutga yozgan xatini o'qigandan keyin Aygülga bo'lgan hurmatim texmi ishvatadi. Ichimda Avutni tozaltladim. O yili gaptilka. Xo'p bo'ldi. Men qilsam o'zing yanida. Ish buning bilan tugmaydi. Seni hargiz bosh qo'yib o'tmayman. Qilganlaringga cho'qim pushaymon qildirman. Olim bu ahvolimni ko'rib, hayron qolgan chig'i, nima ish bo'ldi deb so'radi. Men uningga bo'lgan ahvolni birma-bir so'zlab berdim. Olim gapimni anglab, qoqoqlab kulib ketdi. Bichara aka. Maktabda yaxshi o'qimay, savolsizlikingdan haqqa bozak bo'lib yuribsan mana. Hamda qanday qilay deyotsa? Bo'ldi. Ozroq kelasanmi? Odamni judon qilmay. Bunda qilayli. Sen bu ahvolning hammani bilding degina. Shuni sen mushu o'qishmaslikni tugutish to'g'risida bir poch xat yozib bergan bo'lsang,
u menga haqiqiy ahvolni to'liq yozib, o'qishmaslikni tugutish to'g'risida bir parcha xat yozib berdi. Men yana Avutga yozdirgan xatni o'z nomimda bir parcha yozdirib olib, bu ikki parcha xatni Aygulga topshirib berishni aytib, xatni olimga tutqizdim. Olim ma'qul bo'lib, xatni yanchiqo'ga soldi. Shu orliqda dadam Qodir tog'am bilan bir ishni yo'tilguncha yetib keldi. Qodir tog'am bizning qo'shnimiz bo'lib, dadam bilan bak yaqin edi. U yilgar Avut tulkining dadasi edi. Dadam ishtini kapining yindiki qo'ziqqa bog'lab qo'yib, yinimga keldi. Endi qo'g'illiqni mavi it bilan boqsa. Nima? İşt bilan boqamda? Bu ish kechada qovab odamni uxlatmaydi. İtmo bir shapini sezmis qolmaydi. Senmo qo'g'in boqqanda sezgur bo'la olaysan. Bo'lmasa bir askarvat bilan qo'shib ko'tirib kesimi to'ymiga teksa. Dadam bilan ortiq talashqim kelmadi. Shuning bilan Qodir tog'amga gap qilib, gapni burdim. Qodir tog'a, Avut uyda bormi? Ha, u uyda bor. Uni izlaydigan bir ishing bormidi? Uning bilan ko'rishadigan muhim ishim bor-da. Ha, bo'ladi. Men uningga yetkazib qo'yay. U seni izlab kelsin. Bo'ladi. Kechda uni mushiyat saqlayman. Qodir tog'am dadam bilan qo'g'illiqdan qo'g'in uzib ketib qoldi. Olimmi bugun shaharga qaytmasak bo'lmaydi deganicha ketib qoldi. Men uningga bayotin Aygulga yozgan xatni cho'qim yetkazib berishni topilib yo'lga soldim. Bugun yana qo'g'illiq aylanib yurib kech bo'ldi. Men yana shu g'irib kapida yog'och karvatda o'ntisiga yetib, xiyolga cho'kishga boshladim. Garchi to'liq qorong'u tushmagan bo'lsa-mu, 100 metr yiroqlikdagi odamning kimligini farq etkili bo'lmaydi. To'satdan ish ba kuchi bilan qovab ketdi. Men darhol esimni yig'ib, o'rnimdan turib atrofni kuzatdim. To'satdan kapining keyindagi yo'l tarafdan birisining bu yoqqa qarab kelayotgan simas ko'rindi. Garchi uning kimligini bilmasam-mu, uni cho'qim Avut deb faraz qildim. Uning qarab to'xtamay qovab ketgan edi. Men uningdan o'ch ilish uchun kallamga bir aql keldi va yugurib kelib ishni qo'ziqdan ajratib qo'yib etdim. Ham o'zim chuqshal bo'lib, o'zimni karvatga tashlab, qoqoqlab kulib ketdim. Yiroqdan ishdan qovg'an, birovning vaqirgan ovoz anglandi. Men ichimda bu yilgar tulka. Akon qarg'ayni ko'ldirlatqanga to'ya. Men to'xtamay kulib Oradan uzun o'tmay dadam ishni yo'tilgan peti qo'g'illiqqa yetib keldi. Qaramoqqa dadam bakil jiddiylasib ketgandek qiladi. U yinimga kelibla so'zlab ketdi. Hey, ishni sen qo'yib etdingmi? Yo'q, men qo'yib etmadim. Biray shapini sisib qoldimikin? Qovg'an pit qo'ziqdan ajrab qechib ketdi. Hey, laqva! Men ishni qo'ziqqa shunchichang bog'lab qo'ygan tursam, qandaqsiga qechib ketadi. Biray cho'nchatoq yo'qdi. Yana qandoq chatoq terisang bo'ladi. Boya, sen ishni qo'yib etib, bu et bizdan qo'g'illiqqa kelayotgan Qosimaxunning qizi Aygulni qo'g'lab qo'rqitib yutibdi. Bechora qizning yuragi ojiz bo'lg'achqa, qo'rqqandan hushidan ketibdi. Apang Qosimkanlar bilan Aygulni elib doktorxonaga ketishdi. Menmi darhol doktorxonaga bormasam bo'lmaydi. Sen qo'g'illiqqa obdan qara, ha? Dadam shundoq deb yugurguncha ketib qoldi. Dadamning gapini anglab, qulqumga ishonmayla qoldim. Qandoqsiga bundoq bo'ladi? Endi tushundim. Asli Aygul men olimdan avatgan xatni ko'rib, ta'sirlanib meni izlab kelgan gap. Voy isib,
men nima qilib qo'ydim, ha? Shu topda Aygulning hozirgi ahvolini bilishga oldirayotdim. Endi qanday qilish kerak? To'g'ri. Endi uni izlab doktorxonaga berib, uning ahvolini bilishim kerak. Kallamga shu xiyol keldi-da, qorong'uda silashtirib yurib, qo'g'indan ikkini tanlab uzib qo'ltiqimga qistirgunicha doktorxonaga qarab yugurishga boshladim. Bizning uy bilan doktorxona 2-3 kilometr keladi. Shunga yaqin yo'l bilan to'xtamay yuguraverdim. Bu vaqtda butunlay qorong'u tushib bo'lgan bo'lib, yo'lni farq etmek tez edi. Qorong'uda aldirab yugurib ketib olsam, bir putumdagi sapmikash tushib ketdi. Shu jiddiychilikda qo'ltiqimdagi qo'g'imni yerga tushib yerilib ketdi. Sapmikashni bir haza izlabni topolmay, yana bir putumdagi kashni tashlab o'tib, qip qolgan yana bir qo'g'inni ikki qo'llab ching tutqunimcha yalon oyoq betib yugurishga boshladim. Bütün kuchim bilan yugurib, yirib, holimdan ketayil deb qolgan chaqda aran doktorxonaga yetib keldim. Doktorxona yotoq binosidan koridorga kirishimga bir yotoqdan dadam opam, Qosim tog'imlar chiqib ketayotganligini ko'rdim. Shuning bilan o'zimni daldiga elib, mo'kinib turib, ular chiqib ketgandan keyin ular chiqqan yotoqning eshik tubiga keldim. Eshik derazasidan qarasam, sestra Aygulning qo'ldagi ukulni almashtirayotgan ekan. Aygul apsi bilan paranglashib yutibdi. Aygulning ahvolining xeyli yaxshi ekanligini ko'rib, ko'nglim xeyli joyiga tushdi. Bu aptim bilan uning yiniga kirishdan xijil bo'lib, qaytib ketmoqchi bo'ldim. Mush yotoqning oldida 5-6 yoshlar chamisidagi bir bola o'ynayotgan edi. Men qo'g'inni oshi boladan kirgizish uchun uningdan so'radim. "Ufqon, bu yotoqdagi qiz sening nimang bo'ladi?" Bu mening hadam bo'ladi. Ha, undaqda yaxshi. Amsi bu qo'g'inni oshadanga berib qo'ygan. Men shundaq deb qo'g'inni balig'i tutqizdim va o'zimni daldiga ilib, mo'kib turib, u yotoqning eshigini kuzatdim. Yotoqning eshigi ochilib, iliq sestra qiz chiqib keldi. Iliq kichik bola sestra qizning oldiga kelib, "Bu qo'g'inni bir akash sana avatdi" deb, men hep kelgan qo'g'inni uning qo'liga tutqizdi. Sestra qo'g'inni qo'liga ilib, atrofga bir qur nazar silvatgandan keyin qo'g'inni ko'targanicha u bolani agashtirib, ishxonasi taraf qarab yurib ketdi. "Voy set, ma'ishni ko'ring. Asli u bola Aygulning inisi emas, sestra qizning inisi emasmi? Bu qitimmi shuncha jafo tortgan turug'liq ishda aplashtirolmay, yalon oyoq beti qo'g'illikqa qaytib keldim. Ertasi saharda dadam qo'g'illikqa yetib keldi. Men dadamdan Aygulning ahvolini so'radim. "Ilmi yaxshi, cho'ng chatoq yo'q-kan. Qiz bola bo'g'achqa itdan baq qo'rqib ketibdi. Hozir ahvoli yaxshi. Oqshom hushiga keldi. Bugun attigan Qosim Axullo uni uyga qaytirib akanmoqchi. Haras, opang uyda tamoq qilayotgan. Sen berib tamoq yeb kelgin. Qo'g'illikqa men qarab turay." Men ma'qul bo'lib uyga qaytib keldim. Bu vaqtda opam tamoqni tayyor qilib bo'lgan ekan. Men tamoq yeb bo'lgandan keyin yana qo'g'illikqa qarab yo'lga chiqdim. Men Aygulning uyining oldiga kelay deb qolganda, uning oilasidan Qosim tog'am bilan ayolining chiqib kelayotganligini ko'rdim. Ular ketgandan keyin ularning darvozasi oldiga keldim. Darvoza qulflanliq edi. Aygul tungun kechda meni izlab qo'g'illikqa bag'inib qaraganda, cho'qim menga deydigan muhim gapi bor. Uning bilan cho'qim ko'rishmasam bo'lmadi. Darvoza yo'chiqidan o'yli ichidagi uyning eshigining ochiq turganligini ko'rib, Aygulning uyda bo'lishiga chin tutdim va uyning atrofini bir aylanib, uy kirdigan orqa eshik topolmadim. Lekin uyning keyin tarafida uyning o'g'isiga qo'yilgan bir shotini ko'rib, o'g'isiga chiqib, ondan o'yliq tushib, uy ichiga kirmoqchi bo'lib, asta o'g'isiga chiqib, uyning oldi tarafiga keldim. Bularning o'ylisida
uyning timining oldi tarafida yo'g'on bir tup üzüm darxi bor bo'lib, men ash üzüm darxi orqali pastga tushmoqchi bo'lib turishimga to'satdan darvoza ichilib, Aygulning opasi kirib keldi. Men osti qadamlarim bilan keynimga yenib, boyi chiqqan shot orqali tushib ketmoqchi bo'lib kelib qarasam, boyiqyada shot yo'q. Nimish bo'p ketdi bu deb atrofni ko'zatsam, shotini Qosim tog'am mo'risiga otgan pit ko'tirib ketyotdi. Voy izzat, bu odam mushunda xalqliq paytda shotini nega gapirdigando deb qarasam, bu vaqtda ularning qo'shnisi shotini so'rab kirgan bo'lib, Qosim tog'am shotini ularga beribdi. Endi qanday qilish kerak? Shundaq o'ylab, o'g'zini bir aylanib to'satdan ularning uyiga yonda silingan qo'y qotiniga ko'zim tushib qoldi. Qo'tanning o'g'zisi uyning o'g'zisidan 1 metr past yasalgan bo'lib, men shu qo'tanning o'g'zisiga sakrab, ondan pastga tushib ketmoqchi bo'ldim. Va butun kuchim bilan qo'tanning o'g'zisiga sakirdim. Qaras qurusqiga ovozini bilaman. O'g'zini tishib, qo'y qo'tinning ichiga tushib ketdim. Yuz ko'zimni qiqishtirib, nimandaq ojiz yasalgan qo'tan bo'g'iti bu deb ustiga qarasam, qo'tan o'g'zisining odam ko'tirdigan aptimi yo'q. Bir qancha tal daraxt shixining ustiga ozroq axlat tashlab qo'yilgan edi. Mening tuyuqsiz tushkunimdan cho'chib ketgan qo'ylar qochadigan yer topolmay, qo'tanning ichida uyan-buyan yuguratdi. Men jiddiylashganimdan Qosim tog'amning sizib qilishidan ansirab, bu daraxt shixidan yasalgan qo'tanning ozroq yerini buzib, aram degan sirtga chiqib, yugurib ketib o'tib keynimga qarasam, men chiqqan to'shikdan qo'ylarning hammasi bir-birlab menga agishib chiqib o'tibdi. Men to'xtamasdan yugurib, aram tasdi qo'g'illiq kelib oldim. 4-qism. Shundaq qilib, Aygul bilan ko'rishanmadim. Kechda dadamni qo'g'iliq qo'yib, uyga o'zim qaytib ketdim. Apam etgan tamoqmi gilimdan o'tmay yotoq uyim kirib oldim. O'ylagan siri achchig'im keladi. Bir turib, hamma ishni buzgan ovutdan og'rinsam, yana bir tarafdan o'zimning bakmi yarmasligidan og'rinatdim. O'zimni tutamay yig'lab tashladim. Kecha ko'zimga uyqu kelmay, saharga yaqin qanday qilib uyquga ketganimni sezmayli qoldim. Bir vaqtda uyg'onib qarasam, allaqachon tong etib, kun chiqib bo'lgan bo'lib, sirtdan qushlarning mo'nliq sayrashlari og'inib turadi. Men o'rnimdan turib, qo'g'illiq berish uchun tayyorligimni qilib, nashta qilish uchun opamning yiniga kirdim. Qandaqroq tursan bolam? Mijozing yaxshimi? Yaxshi-ku, yetish yo'q. Bir ish bo'ldimi? Qarasam, ko'zlaring qizdirib ketibdi. Mijozing yo'qdek qiladi-ku. Undaq emas, apa. Yetish yo'q. Azroq charchab qolgan o'xshayman. Mijozing bo'lmasa, doktorga ko'rinib kelamsan ya. Bo'ldi, apa. Yetish yo'q. Qo'g'illiq berib, azroq aram olib olsamla, yaxshi bo'lib qolaman. Men nashta qilib qo'g'illiq mangdim. Ketib o'tib, Aygulning uyining oldida shaharga qatnaydigan bir taksini ko'rib qoldim. Bugun Qosim tog'amlarning shaharga bordiganligini ta'minladim. Ular ketgandan keyin uyga kirib, Aygul bilan ko'rishay deb o'yladim. Ham o'zimni daldiga elib, mashinani yiroqdan ko'zitib turdim. Yarım soatlik vaqt o'tgandan keyin Aygul uydan chiqib, uyining oldidagi taksiga o'ltirib, shaharga qarab ketib qoldi. Yarım saat saqlab turib, bu xiyolimning suvga chilashganligidan achchig'im kelib, yana qo'g'iliqqa qarab yo'limni davomlashtirdim. Yo'lda ketib o'tib, to'satdan kallamda bir xiyol paydo bo'ldi, ham qadamlarimni to'xtatdim. Aygul, bugun shaharga yolg'iz mandi. Mush fursatda men shaharga berib, uni izlab tepib, shahar aylantirib, ko'ngilni ilvolmaymanmi? To'g'ri, shunda qilay. Shu bahonada o'zimni shahar ko'rib kelaman. Kichik vaqtimda dadam bir qitim shaharga aparguncha berib boqmabdi men. Men shunda qo'yildim.
Hem keynim giyinip, qadamlarimni tiziltib uyga qaytib keldim. Opam qaytib kelganimni ko'rib, mendan so'radi. Oy, bala, qaytib kelsan go. Neymiş bo'ldi? Oppa, bugun sal mijozim yo'qtirdi. Şoň doktorxonaga berib kelaymikin deb o'ylab qaytib keldim. Men degendim go balam. Bugün rastlı mijazing yo'qda qiladi. Bo'pti berib kel. Opam shundoq deginicha yanchuqidan bir munch pulni chiqardi, ham 100 yuanni ayirib menga tangildi. Men yana chaqqonlik bilan opamning qo'lidan 200 yuan pulni ilib oldim. U menga ajablanib qaradi. Xajlimisam, baribir qaytirib kelma emasmi? Cho'p-cho'ng bir er kishining yanchuqida bunchalik pul turmasa, qandoq bo'ladi? Ha, bo'pti, endi baldıroq qaytib keldimmi balam? Men shu xushalliqimda 300 yuan pulni yanchuqimga silib, cho'ng yo'lga chiqib taksi to'sib shaharga qarab mangdim. Xiyolimda Aygul bilan shahar aylanayotgan, ham kulishib o'ltirgan oshxona, birga tamoq yeyotgan holatim ko'zimga ko'rindi. Men esimni yig'ib, yenimdagi 300 yuan pulni chiqarib qaradim. Bu pul bugun Aygulning ko'nglini ilishga tamoman yetidi. Men shundoq o'ylab, pulni birini so'yib qo'ydim, ham yanchuqimga silib etdim. Shofir bu holimni ko'rib, masxir qilgan chig'i men qarab miqida kulib qo'ydi. Men xijil bo'lib, o'ng'aysizlangan holda o'zini bisilib o'ltirdim. Mana uzundan buyon ko'rishni orzu qilib kelgan shaharga yetib keldim. Ay, ina, nega gapirib qo'yma? Shaharga olib qo'ying. Hey, shaharga yetib keldik. Nada tushsiz da'vatimi? Shu mening shaharga tunji kelishim bo'lg'achqa, na tushimni bilmaydim. Shaharning ovat yeriga olib qo'ying bo'ldi. Shoför bir yerga kelib mashinani to'xtatdi. Ha, Furqon. Mana bu shahar markazi. U shundoq degunicha kira haqqini ilib meni tushirib qo'ydi. Men egiz qavatlik binolar, to'xtamay kelib-kelayotgan mashinalar va nurg'ulg'an mig'miq odamlar to'piga qarab, o'zimni boshqacha bir dunyoga kelib qolgandek his qilyotdim. Nurg'ulg'an ko'chalarni ko'rib, Aygulni qaysi ko'chadan izlashni bilmay, bir ko'chaga kirib qarasiga izlashga boshladim. Lekin shuncha izlasammi, Aygulning qarasi ko'rinmaydi. Voy, nimancha cho'ng shahar bu. Men texi shaharni bizning yezbozirdan ancha cho'ng emas deb o'ylab ekanman. Lekin bir ko'chaning bir beshiga chiqquncha putlarim og'rib, yo'lmag'udek holim qolmadi. Yani şu yezamdaki qo'g'iliqim yaxshi ekan. Şu orliqda bir ko'cha avtobusi mening keynimga kelib to'xtadi. Bir to'p odam sap bo'lishib, avtobus qisilishib chiqyotdi. Men shularning qatorida sap bo'lib, aran deganda avtobusga chiqib oldim. Avtobusning ichi liq odam bilan to'lgan bo'lib, o'ltiradigan o'rinmi yo'q. Mashina koridorimi liq to'shib ketgan edi. Avtobus keyingi bekatga kelib to'xtadi. Men bunda qisilib turgandan, yangi piyoda mang'inim yaxshi ekan deb o'ylab, avtobusdan tushib oldim. Birdan ko'cha aylanib, Aygulni izlab yanini topolmadim. Qo'sqimning ochqanligini his qilib, oshxonaga kirib tamoq yemoqchi bo'lib, yanchuqimga qo'limni soldim. Yanchuqim to'shak, pulim yo'q. Jiddiylashib, hamma yanchuqimni qayta aqtirib yurib, bir tiyinimi topolmadim. Shu topda beshimdan bir chilak so'g'ib suv qo'ygandek bo'lib, so'g'uqdagi cho'milib ketdim. Pulimni avtobusda o'g'ri ilibapti deb o'yladim. Voy isib. Atdiganim biri hajlash ko'zim qiymagan pulim emasmidi? Mana endi hech nima yo'q, o'g'rining cho'ntagiga tushib ketibdi. Bu ishimmi aplashmadi. Endi Aygulni izlashimning hojati qolmadi. Uni izlab topgan taqdirdimi, yanchuqimda bir tiyinmi bo'lmasa, nima qila olaydim? Uning oldida
yana o'sal bo'g'inim qoladi shu. Shu topda qo'sqim ichib mang'udek halim qammaga edi. Lekin yana g'ayrat kelib, bir amal qilib uyga qaytmoqchi bo'ldim. Xiyollarimda yezidagi qo'g'illiqdagi rohat yog'och karvat ham opam atgan issiq tomoqlar ko'zim ko'rinyotdi. Shu xiyollar bilan bekat tarafga qarab ketyotdim. To'satdan bir magazindan chiqayotgan Avutni ko'rib qoldim va yugurib berib, chaqqonlik bilan uning yoqasidan tutib oldim. "Ey, Avut qilsan? Bu iyiligar ablah. Nimishqa bunday qilsa? Mendek yovashni nimishqa boza ketsa?" Voy, dava, sen bu yerda nima ish qilyapsan? Buning bilan nima chattig'ing? Mening naga berib, nada turishim bilan nima ko'ring? Bu shahar seningmi-ya? To'g'ri gapni burmay tur. Ish qilib bugun seni hargiz bosh qo'ymayman. Bugun qo'limdan qechib qutlanmaysan. Ay, avval qo'yvita. Qo'yvat deyman. Tushuntirishimni anlab boqmamsa. Ey, yana nima yilnayrang shiltay davatsa? Bu qitim sana hargiz aldanmayman. Voy, kim seni aldayman debdi? Bana tamoq yeyish paranglish emas. Bir yaxshi yerni bilaman. Seni shu yerda mehmon qilay. Uning mishmon qilay degan gapini anglab, qo'sqimning ochliqida achchig'imni butunlay unutib, uning agishib mangdim. Uzundan beri men o'ch elishni o'ylab kelayotgan Avut endi ko'zimga nijotkorimdek ko'rinyapti. Avutning mishmon qilay degan gapini anglab, qo'sqimning ochliqida achchig'imni butunlay unutib, uning agishib mangdim. Uzundan beri men o'ch elishni o'ylab kelayotgan Avut endi ko'zimga nijotkorimdek ko'rinyapti. U meni shahar markazidagi katta bizalgan bir joyga boshlab keldi. Uning deyishicha, bu joy restoran deyilamish. Men bu restoranning ishikidan kiribla hayron qoldim. Bu qandaqmi oshxonaga o'xshasin. Bir tarafdan muzika mang'amni yeb kelsa, yana bir tarafdan ustidan tushayotgan kuchli chiroq nuri ko'zlarimni olchakman qilib, bishimni qaydiratdi. Biz zalning bir bo'lag'idagi bir ustallik kelib o'rinlashdik. Mulozima xonim kelib, menga bir xotirani tutqizdi. Men bu nima degan ma'noda Avutga qaradim. Ha, qo'lingdagi tamoq tizimliki. Nima yeging bo'lsa, xohlagancha buyurat. Buni men bilmayman degina o'zing buyurtda. Birdamdan keyin ustal xilma-xil noz-ne'matlar bilan to'lib ketdi. Ey, nimanda jiqtamoq bu? Qandoq yeb bo'lamiz? Voy, buning bilan qaring bo'lmasa, xohlagancha ye. Agar bu tamoqlar yarmasa, yana boshqani buyursak bo'ladi. Sening shaharga kirmagan oson emas. Bo'sh fursatda seni o'rtaroq bir mehmon qilib olay, ya. Bo'ldi. Bu shit boshida. Men shundaq deganimcha, qo'sqimning ochqanligida tamoqni ishtaha bilan yeyishga boshladim. Avutmi menga o'xshashli ishtaha bilan yotadi. Biz shuncha yapmi ustaldik tamoqni tex yerimi qilolmagan edik. Avut tamoq yeb bo'lib qo'sq to'yganchig'i o'rnidan turdi. Ben tozliq uyga chiqib kiray, ya. Ey, bu yerning tozliqini qildigan lozimlari bordu. Sen tozliq uyda nima qilsan? Ben suxonaga kirib chiqay da'vatman. Nima? Bu restoranning ichidami suv ko'lchigi bormi? Nima deydiganda matompay. Ey, ben hojatxonaga kirib chiqay da'vatman. Avut shundaq degunicha ichkirga mangib ketdi. Men yaxshi tamoq ishib qolguncha yomon qo'saq yirilib ketsin deb yana yeyishga boshladim. Birdamdan keyin Avut chiqib qishim to'ldirdi. Menmi toza qo'yib kirib chiqsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Hozir
Tazlık uyu içeri kirsen o taraf birinci işi. Men qasdi qo'yib kirib, birdamdan keyin chiqsam, yiliq ustalda ovut yo'q. Atrof qarasam, hammasi notanish. Ovut ko'rinmaydi. Uni izlamoqchi bo'lib, eshik oldiga kelishimga mulozim oldimni to'sidi. Kechiring efendi, hisobat qilib o'tib maqmamsiz. Yiliq do'stim, hisobat qilmadimi? Ha, o do'stingiz sizni hisobat qiladi degan. Lekin menda pul yo'q tursa, u bilib turib shundaqmi qilamdi? Buni men bilmayman. Hey, xo'jayin! Bu odam hisob qilmay ketmoqchi bo'lyapti. Uning shundaq deyishi bilan xo'jayin yinimga keldi. Xo'jayin, qarang-a, bu odam pul topshirmay ketmoqchi bo'lyapti. Tex tamoqni yeb bo'lib, pulim yo'q deydi. Qancha pulliq bo'pti? To'p-to'g'ri 350 yuan. Hey, puling yo'q odam, shunchalar ko'p tamoq buyurtdingmi? Men bo'g'a ishlarni bir-birlab so'zlab berdim. Demak, u do'sting seni yana bo'za qilibdi-da. Bunda qilaydi. Mening yinimda ishlashni xohlamsan. Restoranning ishlari qo'limdan kelmasmikin? Hey, seni qilolmaydigan ishlar buyurmayman. Qochish, tozlik qilish va boshqa ushak-tushak ishlarni qilasan. Hey, qanday qig'liq. Lekin mening yanla yizamdagi qo'g'iliq qaytqim bor edi. Ammo ishlamayman desam, qazin to'lmay turib bu eshikdan chiqishim mumkin emas-da. Texi o'ligidek tayoq yeyishim mumkin. Xap avut. Men oz bo'za qilmading sen. Aman bir kuni seni onangdan tug'ilganingga pushaymon qildirmaydigan bo'lsam, Davud bo'lmay ketay. Men ichimda shundoq o'yildim, ham xo'jayinga amalsiz ma'qul bo'ldim. 5-qism. Xap avut. Men oz bo'za qilmading sen. Aman bir kuni seni onangdan tug'ilganingga pushaymon qildirmaydigan bo'lsam, Davud bo'lmay ketay. Men ichimda shundoq o'yildim, ham xo'jayinga amalsiz ma'qul bo'ldim. Undaqda yaxshi. Av bakabulga ustallarni yig'ishtirib et. Xo'jayin shundoq degancha sirt qarab mangdi. Men ustalni yig'ishtirib surtishga boshladim. Bir chaqda xo'jayin chaqadi. Ey, qilayotgan ishingni qo'yib qo'y. Sirtda bir mashina un keldi. Shuvni ichiga akirvatgina. Men unni to'shishga boshladim. Unni xalta unni to'shib bo'lsammi, mashinadagi un tixi yerim bo'lmagan edi. Bu yerda ishlasam, yerib o'lib ketgidekmi deb o'ylab, yenimga qaradim. Hech kim yo'q. Atrof qarasam, atrofimda hech kim yo'q ekan. Kaynimga burilibla, butun kuchim bilan yugurib, u yerdan qochib ketdim. Shu yugurgunimcha udul bekatga kelib qopdiman. Lekin uyimga qaytay desam, yenimda pul yo'q. Shuning bilan o'rindiqdan birisida o'ltirib, beshimni ustiga qilib, ko'zimni yumib, xiyol surishga boshladim. Uyay, Davud qo'bu, bu yerda nima ish qilasiz? Tonish bu ovozdan cho'chib ko'zimni ochdim. Ko'z oldimda men uzundan buyon ko'rishga taqozo bo'layotgan Aygul turadi. Aygul? Sizmitimiz? Qanday ahvolingiz? Bu gapni oran ta'si injiqlab turib deyaladim. Men shu sizni izlab, yo'q, shaharni aylanib kelay deb kelgandim. Ha, men bugun shahardagi odamning uyiga tuqqan yo'qlab kelgan edim. Hozir qaytmoqchi bo'lyapman. Sizchi? Birga qaytamdiq ya, bir oz haylingiz bormi? Men hozir qaytaman. Undaqda mashinaga chiqayli. Men
mashinaning keyin o'rindiqida o'tirdim. Aygül yenimga chiqib o'ltirdi. Taksi yo'lga chiqdi. Biz bir yig'izmi gap qilishmidik? Amaliyotda Aygülga deydigan nurg'un gaplarim bor edi. Lekin birasini ig'izimdan chiqaramadim. Qaysi kuni istiqtodatga ishni bo'lsam tushuntirib qo'ymoqchi bo'lib, undan qarasam, u allaqachon uyquga ketibdi. Uni uyg'otishga jur'at qilolmay, yana xiyolga cho'kib o'ltirdim. Birdamdan keyin qarasam, Aygülning bishi mo'ramga tushib qopti. Men jiddiylashib undan qarasam, aslida uxlab qolg'achqa, menga yo'linib qolgan ekan. Butun vujudimni illiq bir harorat qopladi. Shu topda o'zimni to'limi baxtli his qilayotim. Uning xushburoq chochlari ko'nglimni mast qilib, yengil tinishlari qulqimga bo'shqini anglayotdi. Taksi shoferi mashinaning oldinikidan bizga pat-pat qarab qo'yatdi. Men o'ng'aysizlanib, Aygülning beshini yo'lab turg'izib qo'ydim. U cho'chib uyg'onib ketdi. Uyay, bugun bek erib ketgachga uyquga ketibdiman. Bek soat bo'ldi. Yo'q, kerak yo'q. Men jiddiylashib shundoq dedim. Uzoq o'tmay, mashina Aygülning uyining oldiga kelib to'xtadi. Aygül mashinadan tushib, kirani birvatmoqchi bo'lib, somkasini qo'liga oldi. Bo'ldi, kirib ketavering. Kirog'man ba. Men shundoq deb mashinaning eshigini yopib Voy, bundoq qilsak qandoq bo'ladi? Rahmat amisa. Tuzit qilmang bo'ldi. Shoferga mashinani haydashga buyruq qildim. Shofer mashinani haydadi. Ko'nglimda endi kirani qanday qilaman deydigan g'am. Uyga kirib pul deysam, atdigan texi 300 yana chiqdim. Yana qandaqmi pul digil bo'lsin deysiz. Shaharga kirganimni bilsigo, ko'rdigan kunim bor texi. Zat qandaq qilsam bo'lar deb o'ylayotdim. Shoferning "Adash, na'zi tushimiz" degan so'zidan cho'chib qarasam, bizning uydan olburuli o'tib ketibdik. To'satdan kallamga bir aql keldi. "Ol uyning oldi tushma." Men shundoq deb qo'shnimning uyini ko'rsatdim. Shofer men ko'rsatgan uyning oldida to'xtadi. "Ustam, mening yonimda pul yo'q edi. Uyga kirib pul olib chiqib beray. 1 minut to'xtab turing." Bo'ladi. Chaqarroq bo'ling ha? Men oldirayman. Hozirli chiqma. Men qo'shnimning o'yilsiga kirib, uyning keyindagi etizlik bilan yugurgunimcha uyimga qechib berib oldim. Uyga kirsam, opam yolg'iz o'ltiradi. Opam meni ko'rib so'radi. Keldingmi bola? Kisilim xil ig'ir o'xshaydi oppa. Doktor ukulumsak bo'lmaydi deb turib olib, ukulashtirib keldim. Dadam qani? Dadam tamoq yeb bo'lib qo'g'irliqqa ketdi. Sen mi tamoqingni tezroq yeyitib orom ol. Men tamoqimni yeb bo'lib, yotoq uyimga kirib, orduqdan tezla uyquga ketibdiman. Atsi uyg'onib qarasam, allaqachon kun ko'tarilib bo'pti. Appa, men qo'g'irliqqa berib kelay. Tunugin texi ukulashtirgan tursang, necha kun yaxshiroq orom elib ola? Appamning bu gapiga men unamdigan. Unimay qo'g'irliqqa mangdim. Qo'g'irliq kelib, ajoyib illiq his qildim. Shu topda qo'g'irliq menga shunchalik go'zal ko'rinmoqda edi. Tunugunki Avod shaharni mush qo'g'irliqimga tanqinmayman. Dadam kapitik karvatda o'ltirib qo'g'ini yotadi. Dadam biraqur ahvolimni so'ragandan keyin men bir tilim qo'g'ini ilib g'ajashqa boshladim. Bir chaqda odam bormi degan ovoz bilan tang Qosim tog'am yetib keldi. Men qo'limdagi qo'g'inni qo'yib, Qosim tog'amlar bilan ko'rishdim va qo'g'ini yeyish uchun karvatga taklif qildim. Qosim tog'am bir tilim qo'g'inni qo'liga ilib, gap so'rab tushdi. "Voy, dadam ko'rinmaydi-ku." Dadam qo'g'inliqni aylanib kelgil ketgan. Hozirlik keladi. "Ha, mundaqda. Bugun uyga tuqqanlar mehmon bo'lib kelmoqchi edi. Shunga azroq qo'g'in olay deb kelishim." Undaqda men sizga tanlab uzib beraymi tog'a? "Ha, bo'ldi. Men oldirmayman. Dadam kelganda
ko'rishib andin mangay. Ha rost Davudjon, tunugin shaharga borganmiding? Ha, qandoq deysiz? Tunugin Aygul shahardan qaytib kelib, uzoq o'tmay shofir izlab kelibdi. U boya siz bilan mashinaga birga chiqqan yigit uydan pul chiqib beray deb kirib ketib, qochib ketdi. Kirani siz bering deb 2 kishilik pul elib ketdi. Ayguldan qaysi yigit desam, Tursun akamning o'g'li Davud deydi-ku. Cho'p cho'ng bir erkak turib, shundaqmi nomardlik qilgan bormi? Hey. Voh, ma'rasvatchilikni ko'ring. O'zimni qo'yg'il ya topolmay, chiroyim qardabli ketdi. Endi bu gapga nima dey? Bundaq rasvatchilikqa qog'ichi tungun Aygulga yinimda pul yo'q edi desam, bo'lmasmidi? Agar bu so'zlarni boshqa bir degan bo'lsa, buncha o'ng'aysizlanmas edim. Ammo Qosim tog'am degan men yaxshi ko'radigan Aygulning dadisi bo'lsa, texi maqsadimni oshkorlamay turibla yomon ta'sir berib qo'ydim desa, endi keyin kishilarim ta'sir kuchadigan bo'ldi. Aygulga qaraydigan yuzim qanmidi. Uning chiroyiga qanday qaraman endi? Bo'lmadi. Bir amallar bilan o'zimni oqlab chiqishim kerak. To'satdan kallamga bir aql kelgandek bo'lib, hayronlik nazarida so'rdim. Nima? U shopir sizdami pul oldimi? Ha, 2 kishilik kira puli elib ketdi. U qizil ko'z aldamchi. Oqshom men 2 kishilik kira pulni berib, yana texi oshqan pulni qaytarib olmay yo'lga silib qo'ygan tursam, shundaqmi nakaslik bo'lamdi? Nima? U tex sendimi pul olganmidi? Men tex seni pul bermagan o'xshaydi deb 2 kishilik pul beribdi men. Undaq bo'lsa bo'lmabdi. Men u qizil ko'zni tutib kelib, haqiqiy ahvolni aniqlab, oldingizda oqliqimni isbotlamasam bo'lmabdi. Men darrov mingishqa tamshaldim. Qosim tog'am qo'limdan tutib oldi. Bo'ldi, bolam. Uni nereden topsan? Şoför degan bir yerda turmaydi. Nayta azraqlab pulni ishig'i. Bo'ldi qilayli. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Shundoqdimi? Bo'lmaydi tog'a. U mening nomimni setib, yuzimni to'kdi. Bunga hargiz qarab turolmayman. Bo'ldi, bolam, bo'ldi. Men sana ishinaman. Osh qizil ko'z shofirning so'ziga ishinib, sana qalaymaqan gap qilib qo'yibdiman. Meni kechirgin. Yo'qay tog'a, haras. Mening shaharga borganimni dadamga aytib qo'ymang. Bo'lamdi tog'a. Nima? Dadangning xabari yo'qmi-ti? Shu tunugin sal mijozim yo'q. Doktorxonaga borsam, tekshiradigan odam yo'q ekan. Shaharlik doktorxonaga borgan edim. Hozir qandaqroq tursa? Kesiling ig'irmi? Shu gaplar ustiga dadam yetib keldi. Ha, Qosimjon. Bir ish ichida qo'g'inni uzib, qo'g'inlikni bekalaymiz. Shu chaqda qo'ylaringizda qo'g'inlikda baqsangizmi bo'ladi? Qish kelib qoldi emasmi? Qo'g'inlarni tezroq qo'ldan chiqarib etmasak, ushib ketsa, qilgan ajrimiz bekor bo'ladi. Shunday qilib, Qosimkam nechtal qo'g'inni elib ketib qoldi. Gerçi Qosimkam ketib bo'lgan bo'lsa-mu, yuzlarim qizarmoqda edi. Men yana qo'g'inlikda yolg'iz qoldim. Hey, bu shopirmi chashqonga kepak oldirmaydigan bir pixsiq cho'pay odam ekan. Qosim tog'amni bir qanday qilib ishondirdim. Endi Aygulni qanday qilaman? Yuziga qanday qaraman? Oldin qitim ishtiq taltib etganishni tushundirmasdilar. Endi bu ish bo'ldi desa. Kechini oyga chiqmas xiyollar bilan yanini qo'g'inlikda o'tkazmoqchi bo'ldim. Hey, Aygulni qanday qilsam bo'la? Yoki bo'lmasa, at berib tushundiraymikin? Yo'q, bo'lmaydi. Hozirli berib, Qosim tog'amga qilgan yolg'onchiliqim bilan uni o'zimga ishondiray. Bo'lmasa, uyqum kelmaydi mening. Shuning bilan Aygulning uyiga qarab yo'l oldim.
uning uyining oldiga yaqinlashganda birining yo'l yoqsida qo'lchiroq tutib o'ltirganligini ko'rib, bu cho'qim Qosim tog'am deb o'yildimda, darhol daraxt tubiga mo'kindim. Alahazal necha 10 minutlardan keyin chiroq nuri uyga qarab mangdi. Darvoza ichidan taqalgandan keyin yugurib darvoza oldiga kelib marsam, aslida Aygulkan. Bir obdan fursatni qo'ldan berib, daraxt keyniga mo'kinib o'ltirganini qara. Endi qanday qilish kerak? Yanıla burunq odatim bo'yicha o'gizdan tushay deb o'yildimda, uyning keyin tarafiga o'tib qarasam, elim yaxshi uyning keyniga shot qo'yuqliq ekan. Men astag'ini o'giziga chiqib, ushmi darxiga yamashdim. Ushmi darxi astiga yasalgan, supuq silingan kichik bir parcha kigizni ko'rib qoldim. Yiqilsammi, yumshoqroq yiqilay deb o'zimni bir tashlag'inimni bilaman. Men yag tushishim bilan tang yirilib ketdim-o. Bir ozgaldek yag tushib ketdim. Putummi qayrilib ketdi. Aslida o tonorning og'ziga yipib qo'yilgan kigizgan. To'satdan keyin tarafda ishdan qovg'an ovoz anglandi. Voy animay, bu odam qachonlarda ish baqqan bo'g'iydi. Qayrilgan putlarimni ta'sifli so'rab, oran deganda kichik ishni ichib, qo'g'ilqimni qichib kelib oldim. Men nimanchi sho'r pishani. Nemishqa bira ishim bira qitim bo'lsa-mu o'ngishliq bo'lmaydiganda. Bu qitimmi planim amalga oshmadi. Faqat shu keyin eshikdan kirib, old eshikdan chiqib ketganim qoldi. Kunlar shu tariqada o'tayverdi. Bizmi qo'g'illarni uzib, qo'g'illiqni bekalab bo'ldik. Bir kuni qo'tanda qo'ylarni sug'urib atatdim. To'satdan ishik tarafdan bag'aq ko'tarib kelayotgan Aygulni ko'rib, to'xininkidan ojiz yurkim yana qalayimgan so'qishga boshladi.